Mana soat ham kechqurunga 2 bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Jo'jaxonamizda ishlarni tugatib, jo'jalarni joylashtirib video qo'yamiz. Mana sotiladigan jo'jalarimiz eng kattasidan boshlab ko'rsatamiz. 20 kunlik yer sig'gan zotini jo'jalari bor, ancha katta-katta bo'lib qoldi. Mana ko'rishingiz mumkin, tetik, sog'lom. 100 tadan oshiq bor bulardan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 20 kunlik yer sig'gan zotini jo'jalari, ota-onasining rasmlarini qo'yib qo'yamiz ekranga. Narxi 40 mingdan 100 tadan oshiq bor. Mana korobkalarni tayyor qilib qo'yganmiz, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, chiroyli qilib joylab chiqazib beramiz. Bexavotir, sog'lom yetib oladi jo'jalar. Bu yerda yana xuddi o'sha jersigan zotining 10 kunlik jo'jalari bor, 1-may kuni chiqqan. Bularni ham ota-onasi rasmlarini qo'yib qo'yamiz. Bular ham ancha katta bo'lib qoldi. Jersigan zoti qora shavzodga o'xshash zot bo'ladi. O'zi jo'jalari ham mana qora shavzodga o'xshab ketyapti, bo'ydor bo'lib. Sabab biz to'g'rilarimizga bo'ydor, bo'yli yaxshi xorozlarni qo'shganmiz, jersigan xorozlarni va o'sha zotni 10 kunlik jo'jalari sotuvda bor, 35 mingdan narxi. Bemalol aloqaga chiqurasizlar, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bu yerda mana yeng kelgan jo'jalarimizdan bor. 1 kunlik jersigan jo'jalari ham bor, 30 mingdan ko'rishingiz mumkin. Avstralop jo'jalari, bu yerda o'sha 20 kunlik jo'jalarimizni davomi. Bemalol aloqaga chiqurasizlar, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib joylab yetkazib beramiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.